Ekstrem xohlaganlar uchun ekstremni rosta kasamini ko'rsataman. Mashinalarni qaranglar, skuterlarni qaranglar, Torixlarni qaranglar, erkaklarning o'yinchog'i bo'lgan mashinalardan, skuterlardan, kvadrotsiklardan iborat. Xo'p, Hilux avtomobili Lexus motor bilan jihozlangan, swap qilishgan ekan, mashinaning holati zo'r. Bitta qiladigan ishligi oldiga uspet qilishmabdi. Oldini qo'shib olsanglar, Torix to'g'ri bo'ladi. Holati zo'r, arzimagan rasxoti bor. Seado qimmat turadigan skuterlardan 1.5 turbina bilan jihozlangan. Polaris Torix Tour kvadrotsikl oldi-orqa blokirovka, mashinaning holati juda ham zo'r. Bemalol ko'rib ko'rsatib ishga olar ekansizlar. Lexus mana qiladi. Hamma yog'i Lexus qilib qo'yilgan motor bilan korobka shunda swap qo'yilgan ekan. Hech qanaqa xarajat yo'q ekan hozirgi paytda. Mana bu skuterga ham yangi motor Dubaydan olib kelib bosgan ekanlar. Dokumentalning hech qanaqa muammosi yo'q. Xo'p, Polarisga keladigan bo'lsa, 800 kubli oldi-orqa blokirovka 2008-yil $20,000 dan oshiqqa tushgan ekan. Bu bilan hammasi mashina o'zi, lekin qolganlari hammasi idealniy holatda. Puliga xudo xolisi zo'r. Bularni hammasini komplekt olishingiz uchun bor yo'g'i 22,900 bosib